Bag'rikenglik bu insonlarning millati, tili, dini, madaniyatidan qat'iy nazar bir-birini hurmat qilishidir. 1995-yilda UNESCO tomonidan qabul qilingan Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi asosida har yili 16-noyabr butun dunyoda xalqaro bag'rikenglik kuni sifatida nishonlanadi. Maqsad dunyo xalqlarini o'zaro hurmat, sabr-toqat, tinchlik va hamjihatlik ruhida yashashga chorlash. Yurtimizda ham mazkur muhim sana keng nishonlanyapti. 10-15-noyabr kunlari Bag'rikenglik haftaligi e'lon qilingan bo'lib, uning doirasida turli xil formatdagi tadbirlar o'tkazilmoqda. Urganch shahrida tashkil etilgan tadbirda so'zga chiqqanlar ham O'zbekiston atalmish jannat makon diyorimizda qadim-qadimdan turli millat va elat din vakillari ahil bir oila bo'lib hayot kechirib kelishayotganini ta'kidladilar. Prezidentimiz tashabbusi bilan esa so'nggi yillarda ko'p millatli va ko'p konfessiyali xalqimizning jipsligini yanada mustahkamlashga qaratilgan keng islohotlar amalga oshirilayotgani ham e'tirof etildi. Bizda millat ayirish degan, uni bir chetlash degan gap yo'q. Bugun bag'rikenglik haftaligida viloyatdagi 30 ga yaqin millatning hamma vakillari qatnashyapti. Mana shu keyingi bir 7-8 yilda millatlarga bo'lgan, ularning urf-odatiga bo'lgan, ularning qadr-qimmatlari, hurmat-izzatlari shu darajaga yetdiki, masalan bir oblastni olganda shu 5 millatimiz idoralari bo'lsa, shularning har qaysi har yerda o'tiruvdi. Mana 5 yil bo'ldi. Bir yerga, do'stlik uyiga birlashib, hamma urfimizni, odatimizni, bayramimizni, yaxshi kunlarimizni hammasini birgalikda o'tkazadigan zoli, sharoiti, kompyuteri, hamma mebellarigacha berildi. Milliy madaniy markazlarning bir joyda o'tirishi, bir-birini o'rganishi, bir-birini hurmati, izzati. Endi alohida aytishim mumkin, mana Turkman milliy madaniy markazni. Qarang, mana do'stlik jamiyatini 300 yilgi hovlimizning prezidentimizning nazariga tushib, qaytadan tiklanganligi, u yerdagi hamma sharoitlarning yaratib berilganligi, u yerda sayyohlik markazining ochilganligi, O'zbek Turkman do'stlik uyining bino qilinganligi va oldida buyuk akillarimiz Maxtumquli yodgorligining qo'yilganligi bu millatga bo'lgan, xalqqa bo'lgan ne qadar qadr qimmatligini ko'rsatuvchi bir dalil namuna bo'ldi. Demak, biza shularni hammasidan xursand bo'lib, hurmatli prezidentimiz atrofiga jipslashib, butun turmush tarzimizni, ilmimizni, bilimimizni, tajribamizni yoshlarimizga shunga undab, oilamizni shunga undab, mahallani shunga undab yashashni o'zlarimizga maqsad qilib qo'ydik. Biz qancha qilsak ham hali prezidentimizning bizga yaratayotgan sharoitidan qarzdormiz. Endi mana shu keyingi bir oyning o'zidagi O'zbekning bekligini, prezidentimizning jasoratini, jur'atini, mardligini ko'radigan, biz buni bir ta'mini biladigan odamlar bo'lsa, bir taraziga solsa, juda katta tosh bo'ldi bu. UNESCO tashkilotining O'zbekistonni tan olib, mana Samarqandga kelib, bobolarining qilgan ishlarini, xizmatini, prezidentimizning shuni davom ettirib qilayotgan ishlarini tan olib kelib, shu 43-sessiyasini Samarqandda o'tishining o'zi O'zbekning obro'yini shu darajaga ko'tardi. Markaziy Osiyo mamlakatlarimiz 5si va Amerika bilan sammit o'tkazib, kelgusidagi ishlash, rivoji, hamma masalalarni birga boshlashining o'zi yana xuddi shunday. 300 tadbirkor va kompaniyalar O'zbekistonda ishlayotganining o'zi bir baxt bo'lsa, bu endi bu shu sammitdan keyin yana 3000 ga chiqishini biz ishonamiz. Bularning hammasida prezidentimizning siyosiy jasorati, kelajakni o'ylab, uzoqni ko'zlab, xalqimizni o'ylab, xalqni rozi qilish uchun mamlakatning darajasini oshiramiz, dunyoga chiqamiz degan qo'yilgan maqsadni ko'zlab qilayotgan ishlarning namunasi, misoli. O'zbekiston qadimdan ko'p millatli, ko'p madaniyatli yurtdir. Bu yerda do'stlik, ahillik, hamjihatlik qadrlanadi. Buni xalqimiz bilan og'ayni, do'st, birodar bo'lib istiqomat qilib kelayotgan o'zga millat vakillari ham yuksak baholaydilar. Сегодня мы празднуем Международный день толерантности. Вот эту всю нашу неделю мы посвятили... Biz milliy bag'rikenglik kunini nishonlayapmiz. Biz butun haftani yoshlar va maktab o'quvchilari bilan O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakillari qanday yashashi va biz qanday qilib ahil oila sifatida yashashimiz haqida suhbatlashishga bag'ishladik. Shuni ta'kidlashni istardimki, ushbu bag'rikenglik haftaligi davomida biz maktablarga tashrif buyurdik, ko'rgazmalar namoyish etdik, raqs chiqishlarimizni namoyish etdik va yoshlarni tatar xalqining an'analari va urf-odatlari bilan tanishtirdik.
Albatta men bolalar, yoshlar va o'quvchilarning bizning hikoyalarimizni diqqat bilan tinglashlaridan xursand bo'ldim. Bolalarni markazimizga taklif qildik. Bizning raqs va oshpazlik darslarimizga qatnashish niyatida ekanliklari haqidagi ijobiy fikrlarni ham ta'kidlamoqchiman. Tatar tilini o'rganish guruhlari barchasi bepul va nafaqat tatar bolalari, balki koreyslar, ruslar va o'zbeklar ham bizga qiziqish bilan kelishadi. Chunki bizning tadbirlarimizda biz bolalarni o'z an'analarimiz va urf-odatlarimiz bilan tanishtiramiz. Albatta bu bizning mamlakatimizda, aziz va sevimli O'zbekistonimizda tatar xalqining an'analari va urf-odatlarini saqlab qolish uchun mo'ljallangan. Men Urganchdagi 3-maktabda ishlayman. U yerda bolalar biz o'tkazadigan tadbirlarga juda qiziqishadi. Biz do'stlik kunini nishonlaymiz. Bolalar bilan bayram, do'stlik festivali o'tkazamiz. Yana bir bor barcha xalqimizni bunday ajoyib kun bilan tabriklayman. Muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki biz O'zbekiston Respublikasida yashab, o'zimizni ko'p millatli oila a'zosidek his qilamiz va har qanday qiyin paytda nafaqat tatarlar bizga yordamga keladi, balki albatta mehmon do'st, bag'rikeng o'zbek xalqi. Ular bizning kelajagimizni his qilishimizga yordam beradi. Prezidentimizning bu boradagi siyosatiga bizga bunday ahamiyat va e'tibor bergani uchun juda minnatdorman. Katta rahmat. Мы чувствуем себя родными людьми. Большое спасибо нашему президенту. Добрый день. Я представитель Русского культурного центра Бекжанова Хафиса. Xayrli kun. Men viloyat Rus milliy madaniy markazi vakiliman. Bag'rikenglik kunini nishonlamoqdamiz. Bu bizning eng yaxshi bayramlarimizdan biri. Biz uni O'zbekistonda katta xursandchilikda nishonlaymiz. Turli tadbirlar bo'lib o'tadi. Biz turli tuman va shaharlarga sayohat qilamiz. Men o'qigan maktabimda va universitetimizda ko'plab turli millat vakillari bor. Masalan, mening do'stlarim orasida xitoyliklar, koreyslar ham bor. Doimiy muloqot qilamiz. Mamlakatimizda bag'rikenglikni rivojlantirish uchun bu kabi tadbirlar doimiy o'tkaziladi. Bizning universitet va Rossiyadagi oliy o'quv yurtlari bilan hamkorliklarimiz bor. У нас есть взаимосвязь с институтом. Да, нас иногда отправляют в разные города в России. Milliy madaniy markazlar qoshidagi badiiy havaskorlik jamoalari tomonidan kuy-qo'shiqlar ijro qilindi. Bu esa tadbir ishtirokchilariga yuqori kayfiyat bag'ishladi. 16 ноября по Республике Узбекистан проходит День толерантности. 16 noyabr bag'rikenglik kuni O'zbekiston Respublikasi bo'ylab keng nishonlanmoqda. Bu kabi tadbirlar O'zbekiston bizning umumiy uyimiz ekanligini aniq ko'rsatadi. Respublikamizda 130 dan ortiq millat va turli din vakillari yashaydi. Men o'z mintaqamiz haqida qisqacha gapirib bermoqchiman. Bu yerda 30 dan ortiq millat vakillari yashaydi va mintaqadagi 5 ta milliy madaniy markaz juda yaxshi faoliyat yuritadi. Bular rus, tatar, koreys, qozoq va turkman markazlari. Darhaqiqat bu bag'rikenglik, bu yerda yashovchi barcha millatlar o'rtasidagi do'stlik, hamjihatlik ifodasi va biz hech qachon bir-birimizni begona sezmaymiz. Biz hammamiz aka-uka va opa-singillarimiz. Biz bir oilamiz. Prezidentimiz Shavkat Miromonovichga biz uchun shunday sharoitlarni yaratib bergani uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ha, ilgari bizda hech narsa yo'q edi. Na bino, na jihozlar va endi deyarli 7-8 yildirki bizda barcha sharoit va kerakli jihozlar mavjud. Bu bizda hatto mintaqamizning chekka hududlarida yashovchilar bilan ham faol muloqot qilish imkonini beradi. Здравствуйте, сегодня День толерантности. Всех с праздником. Сегодня нас пригласили в Урду. Bugun bag'rikenglik kuniga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Avvalo barchaga ushbu bayram muborak bo'lsin. Bizni ham bu yerga taklif qilishdi va chiqish qildik. Boshqa milliy madaniy markazlarning tayyorlab kelgan namoyishlarni ko'rish juda yoqimli bo'ldi, xususan Rus markazi, Qozoq markazi, Turkman markazi va Koreys markazi singari. Biz bu bayramni har yili nishonlaymiz. Men chiqish qilishdan juda zavqlanaman. Davlatimiz, ayniqsa prezidentimiz Shavkat Miromonovichga biz uchun yaratgan sharoitlar uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Biz o'qishdan bo'sh vaqtda milliy madaniy markazlarga kelib, turli tadbirlarda ishtirok etishimiz mumkin. Yana bir muhim jihati shuki, O'zbekistonda diniy bag'rikenglik tamoyillari mustahkam qaror topgan. Bu esa xalqimizning tinch, osoyishta hayoti, yurt taraqqiyotiga asosdir. Bugun mana jonajon vatanimiz O'zbekistonni bag'rikeng davlat ekanligini butun dunyo e'tirof qilmoqda. Haqiqatda mana 130 dan ziyod millat vakillari bilan tinch totuv yashab turganligimiz, dinlararo bag'rikenglik, millatlararo totuvlik tamoyili shakllanganligi natijasida Alloh yurtimizga
tinchlik, osoyishtalikni berib, xalqimizning farovonligini yanada ziyoda qilib qo'yibdi. 130 dan ziyod millat vakillari bugun mana 38 millionga yaqinlashdik. Mana shunday tamoyillar asosida yurtimizda tinchlik, xotirjamlik saqlanib turibdi. Yurtimizda 16 ta konfessiya bor. Vijdon erkinligi konstitutsiyamizda kafolatlangan. Mana shu konstitutsiyamizda kafolatlanganligi natijasida butun millat, butun xalq vakillari o'zlarining madaniyatini, dinini, urf-odatlarini, qadriyatlarini emin-erkin o'zining vatanidek davom qildirib turibdilar. Xalqaro bag'rikenglik kuni munosabati bilan barchalarni muborakbod qilamiz. Alloh subhanahu va taolo xalqimizni yanada ittifoqda, og'zibirchilikda umr guzorandalik qilishlikni o'zi nasib aylasin. Haftalik doirasida Xorazm viloyatida istiqomat qilib kelayotgan turli millat va elat vakillari, xususan 5 ta milliy madaniy markaz, shuningdek Urganch davlat universiteti jamoasining ijodiy ishlari, hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Rassomlarning ijodiy ishlari, shoir va yozuvchilarning badiiy asarlari ham diqqat e'tiborda. Mine bugun 16-qarasha bauырмалдык күні себебі bilen bizning mine mahallamızdagi qizlar Қазақ мәдениет орталығында актив белсенді қатынасып жүрген қыздар менен өзіміздің қол өнер бұйымдары, көргезбелері, ұлттық киімдеріміз, тақыншақтарымыз, әсіресе қыздардың ұлттық киімдері, міне сәукелелеріміз білен, әрі ұлттық ән күй билеріміз білен белсенді қатысудамыз. Отанымызда түрлі ұлт өкілдері бір-бірі білен бауырлас, достық, тыныштықта, татулықта жасап өмір сүріп келуде. Өзбекстан Республикасы президенті Өзбекстанда жасап келе жатқан барша ұлт өкілдеріне теңдей мүмкіншіліктер жаратылып, теңдей ітібар қаратып келінуде. Сол қатары біз қазақ ұлт өкілдері де түрлі кәсіптерде қызмет атқарып, бір жағадан бас шығарып, Өзбекстан отаны даму үшін қызмет атқарудамыз. Tadbir ishtirokchilarining ko'rgazmalarini tomosha qilishi, turli etnik diaspora e'tiqod vakillari bilan muloqoti orqali millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik yana bir karra o'z ifodasini topdi. Xorazm viloyatida ham bag'rikenglik haftaligi doirasidagi tadbirlar keng qamrovda davom etmoqda va biz Urganch davlat universitetida tashkil etilayotgan ana shunday tadbirlarning biridamiz va galdagi suhbatdoshimiz yosh ijodkor, yosh baxshi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Quvondiq Sodiqov, Quvondiq, bayram muborak bo'lsin. Aldivassalam, assalomu alaykum. Barliq vatandaşlarimizga mine bugun O'zbekistonimizda xalqaro bauырмалдык kunini o'ray бүкіл respublikamız bo'ylab turli ұлт иелері, turli din vakillari tarafından turli ish-sharalar, madaniy tadbirlar ko'tarinki ruhda konsertlar o'tkazildi. Bu jarayonda Qozoq milliy madaniy markazi faollari sizning ishtirokingiz qanday bo'lyapti? Endi bizler o'zi oblast Қазақ мәдени орталығы o'zlarimizning madaniyatimizni, urf-dasturlarimizni, madaniy tariximizni ko'rsatuv maqsadida ultiq ko'rmelerimizni, tag'da Қазақ ұлттық мәдени орталығы биші қыздарымыздың, тағыда әдемі ән шашуларымызды, мәдениетімізді көрсетуде осындай іс-шараларда бүгін Urganch мемлекеттік университетінде қонақтамыз. Keling sizdan bir terma tinglasak mana shu do'mbirada. Біздің ауыл сорасаң ел тұрғандай ай, қайың ағаш майысып жел тұрғандай ай, өзбек қазақ достығы мәңгі болсын ай, ойнап күліп жүрейік осындайдай ай, күміс құман ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай, бекзаттарым ай, шекзаттарым ай, қонақ болып осы ортаға кеп жатқаным ай, қонақ болып осы ортаға кеп жатқаным ай. Bizler prezidentimizge ülkenin algıslarımızı bildiremiz. Nege desеңіздер, Қазақ ұлты мен өзбек ұлтының арасында достық өте бекемделген, саяси жараяндар болсын, тағы да мәдени салалар болсын, барлық салаларда достық ортаға ilgeri sürülgen. Bundan Xorazm облысына Қазақстанның басшылары қонақ ретінде келіп жатқанына, тағы да осы ұлт иелерінің мәдениетіне беріліп жатқанына, тағы да біздердің өздеріміздің ана тілімізде сөйлеуге, ана тілімізде оқуға мүмкіншіліктер жаратылғанына өте қуаныштымыз. Басымыз көзге жеткенше біз бақытты елдің бақытты перзентіміз деп айта аламыз. Неге десеңіздер, өздеріміздің мәдениетімізді көрсетіп тұрмыз. Өзіміздің ана тілімізде оқып, білім алып, сөйлеп
mine konsertlarda O'zbekiston elida o'zbek men qozoq do'stlig'ining qanday ekanini ko'rsatganimizga o'ta quvonchlimiz. Yosh rahbar sifatida milliy madaniy markaz faoliyatini yanada takomillashtirish va aynan mana shu qozoq milliy urf-odatlarini yanada taraqqiy ettirish borasida qanday rejalarni ilgari suryapsiz? Jamiyatda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglikni mustahkamlash borasida qanday chora-tadbirlar yo'lga qo'yilmoqda? Qozoq ultiq madaniy o'rtalig'ini bas maqsadlaridan biri o'zi qozoq ultining, qozoq diasporasining madaniyatini ko'rsatuv, o'sha oblastda jasab жатқан qozoq ulti vakillerini sol madaniyatni жетіру, tag'da madaniyatimizni boyituga qaratilgan ish-charalar oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Tag'da tek madaniy sala bo'lmasin, siyosiy salalarda da, biznes salalarında da qozoq ultining madaniyatini tag'da sol do'stlikqa nig'aytu maqsadida ko'pdegan ish-charalarda qatnashib, aldığımızda tağda maqsadlarımız var. Köpdegen iş-charalarda ötürü, madaniy salalarda Qozog'iston ve O'zbekiston arasında oyaqdan kelетін qonaqlarımızın konsert bağdarlamasını biz barıp konsert bağdarlamalarını ötürü niyetimiz barlığımız, solardı maqsad etib alganmiz. Bu singari tadbirlarning asosiy g'oyasi jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash, do'stlik muhitini va ko'p millatli katta yagona oila tuyg'usini mustahkamlash, yoshlarni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash ruhida tarbiyalash, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy ma'rifiy aloqalarni kengaytirishdan iboratdir. Здравствуйте, уважаемые соотечественники, сограждане, уважаемый многонациональный народ Хорезмской области и Республики Узбекистан. Salom aziz vatandoshlar, Xorazm viloyati va O'zbekiston Respublikasining ko'p millatli xalqi. Bugun biz shunday ajoyib go'zal bayramni, milliy birlik va bag'rikenglik kunini nishonlayapmiz. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida ushbu bayramga bag'ishlangan tantanalar o'tkazilayotganidan xursandmiz. Viloyatda mavjud bo'lgan barcha milliy madaniy markaz rahbarlari va turli millat vakillari ishtirok etmoqda. Havaskor san'atkorlar raqslar va chiqishlar namoyish etishdi. Bu kun butun ko'p millatli o'zbek xalqini birlashtiradi. Biz bunday tantanalardan juda mamnunmiz. Biz barcha O'zbekiston xalqi birdan bo'lishini, tinchlik hukm surishi, barqarorlik va o'zaro tushunish bo'lishini istaymiz. Barchangizni ushbu bayram bilan yana bir bor tabriklayman va yurtdoshlarimizga sog'lik, uzoq umr, muvaffaqiyat hamda ishlarida omad tilayman. Avvalo mamlakatimiz rahbari hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyevga bunday keng imkoniyatlar bergani va mamlakatimizni har tomonlama rivojlantirgani uchun minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak. O'zbekiston xalqi birdam, do'stona va mehmondo'st. Biz O'zbekistonning hozirgi siyosatidan minnatdormiz va mamlakatimiz farovonligi hamda respublikamizning kelajak avlodlari farovonligi uchun olib borilayotgan ishlarda o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Bizning Urganch davlat universitetimizda rus tili va madaniyati markazi ham mavjud va men uning direktoriman. Millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik siyosati davlatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Zero bag'rikenglik bu insoniyatni birlashtiruvchi eng buyuk qadriyat. Haftalik doirasidagi tadbirlar boshqa ta'lim muassasalari, madaniyat markazlari, san'at saroylarida ham ko'tarinkilik bilan davom etmoqda.